Apa bizga şeker pranik etayli, xamirni o'zim bir qo'l quyib berma. Bo'ldi qizim bo'ldi. Endi mening qizimdek gap qildingiz. Biroq oshxonaga kirgan vaqtimizda chechimizni bunda qo'yib bir kirsak bo'lmaydi. Ondan bosh kiyimimizni cho'qim kiyib olishimiz kerak. Ma'qul. Şeker pranikimizning ketarlik materiali 100 gram seriq may, 100 gram abjash may, 300 gram şeker, 5 gram soda, 3 gram poda, 100 gram qatiq, 4 dal tuxum, 80 gram iris, 600 gramdan 650 gramgacha un. Qizim hamsi şeker pranikni boshlab ketaylikmi? Oldinlar seriq mayni sil. Abjash mayni sil. Şekerni sil. Qatiqni sil. Endi tuxumimizni bir taldan pek yaxshi ko'p turib olmasak bo'lmaydi, juma qizim. Endi shalat kelganda yana bir tal tuxumimizni quyib olamiz. Yaxshi aralashib ketgandan keyin yana bir talni quyamiz. Endi oxirgi bir tal tuxumimizni. Endi soda powdani silib etdik. Endi irisni quyamiz. Ma irisni sasak taxma xushburaq burab ta'miga shunchalik ta'm qotadi. Endi uni sasak bo'ldi. Men yig'ib qo'ya qizim. Ma'qul. Bu oqpranikimizning xamirining altini naytengi bo'sh. Buning itish usuli qarko'zninkiga o'xshash. Buni kuchab yug'amaymiz. Faqat ostini ustiga un bilan seriq maylarni aralashtirib etsak ham bo'ladi. Oqpranikimizning xamirimi işte naytengi bo'sh, yumshoq xamir bo'ldi, juma. Ko'rdingizmi qizim? Qarang. 15 minut tindirib qo'yib qo'yamiz. Xamirimizni tinib, shunda yaxshi alat kepti qizim. Buni ustiga pozimizga chaplashib olmaslik uchun xashini yeb turib. Mushalat kaslan bo'ladi. Ash chaplashib qolmaslik uchun ma qo'g'inliq tekkizib o'tib basimiz, olamiz, shakar tekkizamiz. Oqpranikimizni miyasi oldik. Mana bu cho'ng listda bir o'lchamlam chiqibdi. Sizlarga bo'g'dek o'lcham. Qoshoqlarimizni qizib qopdi, qizim. Silanganisi. Endi bizning cho'ng qoshoq bo'lganlik uchun ustini 230, ostini 220 qildik. Bu 10 minut apchirdi pishdi. Sizlar uyda yozsanglar 180 da 180 qilsanglar yaxshi pishadi. Shakar pranikimiz pishib qopdi. Nim degani payzi, pek o'xshabdi juma pranik. Mana shunda o'xshagan shakar praniklarimiz chiqdi. Kilar qisanda pranik egnimiz. Ashtami?